$100, $200, $300. Hali ham bu asosiy mahsulot emas, mahsulotdan chiqqan adxod haqida gapiryapmiz. Mana shuni ham 1 tonnasi $1000 turar ekan. Hozir mana shu haqida Dodaxo'ja ma'lumot bo'ladi. Lekin bunisi qimmat. Chisi bundan bersam-ku boshqa qimmat ketadi bu. O'zbekistonda deyarli iste'moli kam, lekin chet elda juda ham talab katta bunga. Azar mana shu narsani bilganlar bormi? Qaranglar. Pauzaga qo'yib bitta o'zingizlar yozib olinglar. Faqat to'g'risi unaqa ko'rib olib, keyin oxirini ko'rib yozish yo'q. Ko'ryapsizlarmi nimaligini? Oddiy cho'p emas. Mana bu qizili bundan ko'ra anchagina qimmat turadi. Qizil degandan tushunib oldinglar shekilli. Kimlardir qani ketdik ichkariga. O'sha korxonaga keldik. Bu chet ellarga ketadi. Qani? Mana shuni o'tkazib bering cho'pa. Maşallah. Agar to'g'ri tashkil qilinsa, mana shu mahsulotni 1 gektardan $15,000 gacha daromad qilish mumkin ekan. To'g'ri, ma'lum bir nyuanslar bor, yetishtirish agrotexnikasi bor. Tohir akamizdan ham juda ham ko'plab ma'lumotlarni oldik va tez kunlarda YouTube'ga qo'yamiz. Qizil miyadan biznes qanaqa bo'lishini, Qoraqalpog'istonda hech kim narsa o'smaydi degan dashlardan daromad topish mumkinligini isbotlab beradi inshaalloh. Bu adxod ekan o'zi. Lekin mana shuni ham 1 tonnasi $1000 atrofida. Mana bunisi esa Y sorti. Hammaga ko'rinishi juda ham xunuk ko'rinib turgan bilan bu ham 1 tonnasi $1000 ga sotilar ekan. Marhamat.